cho'ng oyni seg'indinglarmi? Cho'ng oy deb bir o'y bor edi burungi vaqtlarimizda. Bu cho'ng oyda yet ajoyib qiziydi. Gerçi bu cho'ng oy bek cho'ng bo'lib ketmasimi, lekin qo'yni bek kengirdi. Mayli qanchalik urug' tuqqanlar kelayli, cho'ng oy petib ketdi. Qistilishib yasaqmi, lekin ko'ngillikdi. Shu qarindoshlarimiz bilan urug' tuqqanlarimiz bilan jam bo'libdik, mungdishdik, sirdishdik. Har birimizning chiroyidan kulki, xo'shallik uzilmaydi. Qachonlardandir shu bu mo'minlarimizdan, ota-onalarimizdan ayrilib qoldik. Bu cho'ng oy yo'q bo'lib ketar ekan. Cho'ng oy emas, bu yo'q bo'lib ketgani bizningki eng yaqinlarimiz, sirdosh, mungdoshlarimiz yo'q bo'lib ketganligi uchun bu cho'ng oy yo'q bo'lib ketar ekanda. Shu vaqtlarni buningki hayotimizni seg'inish, eslashlar o'tadi ekanmiz. Shu bu mo'minlarimizningki bergan aztul pach pullari, shu bu mo'minlarimizningki barkatli dasturxonlari bu cho'ng oyni cho'ng oy qilib ketdik. Shu o'yinlarda navr-chavrlarningki varang-cho'rang qilib o'ynashlari, ham birimizningki xo'shallik, kulki sadolari bu cho'ng oyni cho'ng oy qilib ketdik. İzlashib turayli, seg'inishib turayli. Menga o'xshash shunda cho'ng oyning mehr-muhabbatidan ayrilib qolgan yana nurg'un qarindoshlarimiz bor. Har biringlarningki yetinglar muborak bo'lsin. Yetlik beringlar deb turolmayman. Yetlik bermsanglarmi? Menda bir qizil yurak belgisi bor. Bir taz yurak berib o'tinglar. Rahmat.